ishqilib bu ish yaxshi bo'lsin deb. Bugun shunaqa ham uxlamaganman, falakat. Ishqilib yangi ishim menga anaqa bo'lsin. O'zi boshdan oyoq qarzga botib ketdim. Mayli tezroq boray. Nimaga ko'chada hech kim yo'q? Kim ras? Shuma. Mayli. Nech pul olib berar ekan, mayli. Gaplashsam bo'ldi. Qayerda qoldi? Mana. Kepmiz. Betim, hamma narsa yaxshi. Bu qoma hayajonlanmasam bo'ldi. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Keling. Xush kelibsiz. Mana bu yerdagi bo'sh o'ringa qaramaysiz. Bu o'rin baribir sizniki emas. Bu oldingi xotinimniki bo'lgan, lekin hozir u o'lib qolgan. Mayli bo'pti. Yaxshi. Hop, aka xullas menga bitta ish kerak. Anchadan beri 1 yil, pashli 1 yildan beri ishsiz yuribman. O'shanga ish topib berishingiz kerak. Shaharda yangiman. Nima? Betiz qonab ketganmi? Yag'irlab? Yo, man bilasizmi 4-jahon urushida qatnashganman. Stalin bilan Gitlerda осуждаю. Bo'ldi. Xullas tushundingiz kimni aytmoqchi bo'lganimni? Ikkalasiga bir barba tushganman. Nima uchun endi barba tushgansiz? Chunki qo'limda anaqa travma bo'lgani uchun barba tushgan. Uni ko'tarib otib ekib qo'yganman. Mana u antda anaqasi rasmlari ham turibdi. Uni sizga ko'rmaydi. Xullas mana bittasi, qarang, mana bittasi mana ekib qo'yganim. Mana ikkinchisi ko'ryapsizmi? Uchinchisi so'ramay. O Temuriylardan uchinchisi. To'g'ri gapman uni. Mana savol tug'ildi menda. Qaysi telefon yashil bo'lib qolgan. Bu ko'p cho'milishdanmi yoki umuman cho'milmaslikdanmi? Yuvinishdan. Yo'q, bu ikkalasidan ham emas. Aslida men bir vaqtning o'zida cho'milaman, lekin o'sha payt cho'milmagan bo'laman. Tushundingizmi? Cho'milgan paytim cho'milmagan bo'lib turib, lekin cho'milgan bo'laman. Xullas, gapni qisqasi. Xo'sh, voy uzr, to'xting, boshqa narsani ushlab qo'ydim. Hozir sizga kerak bo'ladigan narsa bu yerda biroz hisobotlar, chunki siz uchun alohida bir dahshat ish topib qo'yganman. Xo'p, bu qog'ozga ahamiyat bermang, bularni baribir o'qib oxiriga yeta olmaysiz. Qarang, bu qog'ozda men endi burchim butun boshli shaharni sizga butun boshli qoidalarni tushuntirib miyangizga qo'yib qo'yishim kerak. Xullas, kirishingiz mumkin, lekin birovni olib kirishingiz mumkin emas. Kameraga olishingiz mumkin, lekin vertikal olish mumkin emas. Gorizontal olish mumkin, lekin xira olish mumkin emas. Tindoq olish mumkin, lekin ovoz bilan olish mumkin emas. Tushundingizmi? Aha, yaxshi aka. Bu video anaqa zo'r ish yaxshi, lekin qanaqa ish? Shuni ayting. Qani, to'xtaylikchi. Siz hop 2013-yili. Voy, uzr. Siz video ishga to'g'ri kelmadingiz. Chunki sizni imaginationingizni tekshirib ko'rdim. Mana bu qog'ozni bir o'qib chiqib qo'l qo'yib yuboring-da, men sizga ungacha bitta ish topdim. Qamoqqa olinish va $100,000 haqida kredit. Nima deysiz? Nima bu? Qanaqa qog'oz bu? Shunga qo'l qo'yishim kerak? Yo'q, qo'ring ovoz chiqarib. Nima haq deydi? Nima haq deydi? Qamoqqa olish va $100,000 kredit bo'yniga qo'l qo'yib bering. Voy, qaytaring. Srochni qaytaring, men sizga boshqa qog'oz berib yubordim. Ming bor uzr. Sal qolsa mana bu yerda politsiya idorasi. Ha, bo'ldi. Mana u ma'mur deydi-da o'zi. Voy, uzr, yana menga qaytib qoldi. Xullas, mana men sizga ish topdim. Siz bugundan boshlab xush kelibsiz jigarim. Bugundan boshlab siz ismingiz Albert. Xullas men sizni Albert deb chaqiraman. Meni 1000 bittadan ziyod obunachilarim ishchilarim bor. Qo'limda ishlaydi hammasi. Lekin bittasiga qo'y qilmaganman. Eng muhimi, men oylikni hamma oylikka 30-sida bersam, 29-sida beraman, chunki u kun meni bayramim. Bo'ldi. Lekin qanaqa beram? Nima sababdan? Har doim. O'sha kuni meni xotinim bo'lib qolgan. Yo'q, indamadi. Voy, ey. Xullas qarang, mana
Sizga ish topdim. Mana bu yoqqa keling. Orqamdan, Bo'ldi. orqamdan. Come on, follow me, follow me. Xo'p, mana deylik, mana bu yerda hammasi meni kvartiram. Ahamiyat bermaysiz, bilaman. Basharamga qarab endi kitob. 006. Aha, men kitobman endi kitobni muqovasiga qarab baho bermaydik. Kirmang, baribir hech kim yo'q. Qarang, Ha. siz Uzr, bir anaqa ish ketyaptimikan, mehnat ketyaptimikan debman-da. Ha, siz mana shu yerda yashaydigan bir fuqarosiz deylik. Xo'p. Siz mana shu yerda turing. Hozir men sizni nima ish qilishingizni tushuntirib beraman, qarang. Xo'p, taxt qo'y. To'xtang. Hozir mana. O, gap keldi. Eshikni ochib yuboring jigar. Keling. Voy. Assalomu alaykum. Mana bu hujjatda siz uyni bir hafta ichida bo'shatib qo'yishingiz kerak, chunki meni Odil janoblari jo'natdi. Xullas kalom, o'sha aytish bo'yicha siz uyni bo'shatib qo'yishingiz kerak, chunki siz o'z vaqtida alimentni to'lamagansiz. Tushundingizmi? Men mana bu qog'ozga qo'l qo'ying. Siz voshshi ekansiz. Yo'q, bizada ish shunaqa, bizada diviziyani shunaqa, to'g'ri kelsa ishlaymiz. Ha. Men hozir sizni o'rningizda bo'lib, odamlardan shunaqa deb so'rab chiqishim kerak-a? Ha, endi qarang. Sizdan so'rash mumkin-da, dokumentalni ishda ishlaysan, takoy nima institut bitirgansan, ishingni nomi nima, misol uchun, buxgalter yoki bo'lmasam logistika yoki bo'lmasam shunga o'xshash ishlar-ku. Bizning ish nomi nima bilasizmi? Nima, xo'p? No, bilmaysiz 90% bilan. Bizning ish nomi bu tekinxo'r yoki tekin osh. Tushundingizmi? Vau. Xullas, tuzini yeysiz, tuzlig'iga toppa tutib urib qo'yasiz. Mana Jim. Men tepa mana bu tomga qarab turing. Yesh shu ishlash kerak. Bo'lmas. To'ppa to'g'ri jigarsiz. Trenddan ham qolmaydigan bola ekansiz. O'zi zehningiz o'tkirligini mana shu eshikka urilib kirganingizdan bilgandim. Rahmat. Xo'p, mayli bo'lmasam ishni boshlasam bo'ladimi? Qachon, qayerda, nega, san kim, u kim, bu kim? Xullas, men sizdan mashina bilan ta'minlamadim. Men anonda ham qatnashganman, ko'p urushlarda qatnashganman, aytib o'tganimdek. Va men Chumol odam kinosini ko'rganmisiz? Aha. Aslida u kino bo'lmagan, aslida u haqiqiy hayotda bo'lgan va men o'sha bilan birga ishlaganman. Va o'shanda men undan mana bunaqangi narsalarni olganman. Ha, sizga Qanaqa? hozir ko'rsataman, bir daqiqa. Xo'p, mana bu siz uchun. Voy, to'xtang. Yo'q, hazillashdim, bunisi emas. Nima bu? Bunga loyiq emas. To'xtang. Mana bunisi sizga. Bu yomon emas. To'g'rimi? Qarang, hamma neobычный tomoni qanaqa desangiz, hamma odam, soppa-sog' odam, misol uchun eshikni bunday ochadi, to'g'rimi? Xo'p. Lekin bizni ishimizning nomi ham boshqalarnikidan ajralib turgani uchun bizning eshigimiz ham ajralib turadi. Ya'ni bu eshik bundoq, to'xtang mana. Voy, uzr, adashib ketibman. Mana bunday ochiladi. Lekin tomog'i eshigi. Ha, shunday. Bo'ldi, boshlasam bo'ladi-a? Mayli, yaxshi yetib oling. Ishni boshladi. Telefoningizga lokatsiya jo'natib qo'ydim. Aha, birinchi, xo'p. James Watson. Kim? Yes, James Watson. Bu Emma Watsonning o'g'li. Xo'p, kitobni ochamiz. Xo'p. Hozir bundan borib $7000 undirishim kerakmi? Yo'q, siz bu topishga uyni undirishingiz kerak. Ha, tushunarli. Mayli, oq yo'l. Rahmat aka. Aytgancha, ismingiz nima dedingiz? Meni ismim bilasizmi? Siz xohlagancha chaqirishingiz mumkin. Xohlasangiz put on deb chaqiring, ustiga qo'ymoq, xohlasangiz put in deb chaqiring. Putin yoki put on. Okay. Shpirbaum deb beraylik, yaxshi. Unaqa desangiz ham bo'ladi. Misol uchun mana men sizni Albert deb chaqiryapman. Bo'ldi. Shpirbaum. Charchamang aka. Sizga qizil yo'l, chunki yo'l qizil, oq yo'l deyishga haqqim yo'q. Aha. Davom eting. Mayli aka, davay. Bo'pti. Ha, mana shu uy bo'lsa kerak, adashmasam. Shpirbaum to'g'ri aytgan ekan. Mayli, endi kiramiz. Xo'p, nech pul-da? Ha, uyni tortib olish. Mayli. Davay. Taq. Zinger bormi? Kiravering, eshik ochiq, kiravering. Voy. Davay, nima qilyapsan? Tezak. Assalom. Noch. Ismingiz Noch, shundaymi? Ha, men Nochman. Ha. Xullas, bankdan qarzingiz bor ekan, Shpirbaum degan odamni taniysizmi? Soqolingiz o'tishsin. Voy, Shpirbaum, voy. To'xtang, mas, jim turing. Hozir bir minut o'ylab olishim kerak deb turyapman.
o'zi. Qo'y. Michael Jackson? Короче, qarang, hozir bizda bitta tema bo'lyapti-da. Hozir mana buni tekshirib oling. Voy. Zak. Voy. Zak. Voy. Yeb qolsa mumkin-da. Endi Xullas, beraman. Shpribam degan odamdan qarzingiz bor ekan. Uyingizda masalan 23 ming dollarlik bu uy bo'lsa, ana shu uyni anaqa qilib berar ekansiz. Nima deydi? To'xtab turing deyapman-ku. Hozir men sizga, men bu misolni qilmasam. Azar beraman, to'xtab turing deyapman. Bular menga kerak bo'ladi. O'z men joylashtiraman. O'z boshqa qimmat narsalar qo'yman. Короче, mana qarang, mana pul berishingda sizga zo'r narsani ko'rsaman. Aha. Qancha? O'z menimcha buni endi berkitish kerak.